3 print Masters'da Damas eshik ruchkalarini takomillashtirishda davom etamiz. Dizayni va narxida anchagina o'zgarishlar bo'lgan. Bu haqida konstruktorimiz birma-bir ma'lumot beradi. Xo'p, mijozlarimizning taklifiga binoan bu ruchkalarni anchagina takomillashtirganmiz. Ya'ni nima o'zgarish bo'lgan? Xo'p, shofyor tarafdagi ruchkada ikkita teshik bo'lishi kerak ekan, nimagaki ikkinchi tarafdagi oynani ham tushirish uchun. Biz bu tarafga qo'shimcha teshik ochib berganmiz va bu teshikni xohlamaydiganlar uchun bu teshik yopiq holatda bo'ladi. Buni bittagina yengil harakat bilan ikkinchi teshigini ham ochish mumkin. Ko'rsatamiz. Mana bunaqa yengil harakat bilan ikkinchi teshikni ham ochishimiz mumkin. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zini mashinasi uchun oladiganlar, ya'ni bitta oladiganlar uchun narxini 30% gacha arzonlashtirganmiz. Ko'proq sotishga oladiganlar uchun 50% gacha narxini arzonlashtirib qo'yib beramiz. Xullas, bizdan servis davlasizlar istalgan turdagi plastmassa detallar yasaladi. Masalan, Spark uchun kolonka qo'yadigan переходник. Xullas, shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 print Masters'ga murojaat qilaverasizlar.